Har ikkita spirtli ichimlik ichuvchi odamdan bittasi jigar sirroziga uchraydi va bu o'lim bilan tugallanishi mumkin. Spirtli ichimlik tarkibidagi spirt qonga so'rilgandan keyin u birinchi navbatda jigar organizm orqali hazm qilinadi va filtrlanadi. Filtrlangandan keyin mana shu zararli mahsulot jigarni har bir hujayrasigacha kirib ketadi-da, hujayrani yemirib yuborishi mumkin. Jigar hujayrasi o'sha xavf ostida qolib, siqilib, xullas og'riq yuzaga kelib, jigar kattalashib ketishi mumkin. Buning natijasida jigar filtrlashi pasayib ketadi, o't ishlab chiqarilishi pasayadi, oqsil ishlab chiqarilish pasayadi. Hammasi birin-ketin izdan chiqishni boshlaydi. Chunki organizm eng katta a'zosi, eng katta filtr a'zosi bu jigarda. Ya'ni jigar yaxshi ishlamasa, hamma adxodli moddalar sizni qoningizda yurishi mumkin va oqibatida bu miya faoliyatiga, ko'rish o'tkirligiga, yurak-qon tomir sistemasiga o'ziga xos zararlarni berib boshlaydi. Lekin shuncha tavsiyalarimizga qaramasdan, ba'zi bir bemorlarimiz "Men kam ichaman, onda-sonda ichaman-ku, menga unaqa ta'sir bo'lishi mumkin emas" deb o'ylashadi, lekin har doim ham hammada bir xil emas. Ya'ni ma'lum bir miqdor yoki ko'p ichsangizgina shunaqa bo'ladi degan joyi yo'q bu yerda. Kam ichsangiz ham agarda sizda moyillik, nasliy moyillik yoki o'zingizda shunchaki shu holatga nisbatan ta'sirchanlik yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizda ham jigar sirrozi kuzatilishi mumkin. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi va yengil qaraydi. Masalan, klinikalarda, aynan shu gepatologiya bo'limlarida, davlat больницаlarida целое отделение, ya'ni butun boshli bir bo'lim aynan alkogol iste'mol oqibatida jigar sirroziga chalingan bemorlar bilan liq to'la. Ya'ni borsangiz, ularni kuzatsangiz, ular bilan suhbat olib borsangiz, deyarli hammasi afsusda. Siz ham afsuslanib qolmasligingiz uchun bu odatingizni vaqtida to'xtating va bu videoni ko'p ichadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.